Именно mana shu dumaloqlari hozir qandaydir trend bo'lyapti. Udobstvolarni ham aytib ketaman. Orqasida mana bunday qistirgichi bo'lar ekan o'rtoqlar, qistirgichi. Buni ko'rishinglar mumkin. Kiyimga qistirib olib, yoki xohlasanglar qo'lingizda mana bunday ushlab turib, ya'ni gapirsanglar bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari yana korobkasida nimalar borligini hozir bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Korobkada кейsidan tashqari, ya'ni mikrofonlardan tashqari yana nimalari bor. Ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar, keysni zaryad qilishlik uchun kabel. Bu Type-C kabel o'rtoqlar. Undan tashqari mana bunaqa ya'ni tros ham chiqdi. Bu tros nima desanglar o'rtoqlar, bu trosni xohlasanglar mikrofonni bo'yningizlarga osib olib gapirsanglar ham bo'lar ekan. Ya'ni kiyimingizga ilmoqchi bo'lmasangiz, shunday mana bu tros yordamida bo'yningizga ilib olib turib mikrofondan foydalansangiz bo'lar ekan. Xo'p, bundan tashqari yana bitta kabel дополнительный. Bu nimaga desa, eski iPhone'lar Lightning bilan ishlagan bo'lsa, hozirgi yangi iPhone'lar mana Type-C bilan ishlaydi. Shuning uchun har ehtimolga qarshi ikkita kabel solgan ekan. Vot. Undan tashqari yana nima chiqadi desak, mana bunaqa sherst deb qo'yadi buni o'rsalab, o'zbekchasi tuk. Mana bunaqa sherst chiqadi. Bu nima uchun deydigan bo'lsangiz, buni mikrofonga yopishtirib turib, tipa mana bunday qilib blogerlarda ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Tipa shunaqa mikrofonda sherst bor, ya'ni tuk bor. Bu для украшения, то есть для красоты uchun просто так bezak sifatida beriladi. Xo'sh o'rtoqlar, o'zingizlarning fikringlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Bugun yangi olgan mikrofonim sizlarga yoqdimi?